25 yillik bolalar shifokorligi tajribamga asoslanib, ushbu aytadigan gaplarimni har bitta ona bilishi shart deb hisoblayman. Ona bilan bola o'rtasida shunaqa uzviy bog'liqlik borki, onani fikrlashi bolani salomatligini belgilaydi. Bu narsa bola tug'ilishi bilan 19 yilgacha, 20 yilgacha ham saqlanib qoladi. Qaysi ona o'z farzandi haqida to'g'ri fikrda bo'lsa, uni salomatligi haqida hadeb xavotirga tushavermasa, shunaqa bolalar sog'lom o'sadi, kasalliklarni ham yengil o'tkazib oladi. Shunaqa onalar borki, hali bolasi kasal bo'lmagan, u kasallik bo'lishiga xavotirga tushadi, yuqib qolishini oldini olishga tashvishga tushadi yoki bo'lmasam-da kasal bo'lsa, asoratlarni oldini olish uchun keraksiz dori-darmonlarni berishimizni bizdan talab qiladi. Ana o'shunaqa onalarning bolalari qaytanga ko'proq kasal bo'ladi va kasallik yengil kasallarni ham og'ir formalari bilan og'riydi. Mani oldimga kelib, onalar bolam sog'lom bo'lish uchun nima qilishim kerak deydigan savoliga birinchi bergan javobim, bolangiz haqida sog'lom gumonda bo'ling. Ana o'shunaqa bolalar sog'lom o'sadi, sog'lom rivojlanadi va hadeganda bo'lar bo'lmasa kasal ham bo'lavermaydi. Aytgancha ushbu videoni barcha onajonlarga yuborib qo'ying va sahifamga obuna bo'ling.